بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bütün hamd sanalar maqtash ve alqışlar alemlerinin Rabbiga bolsun. Ve aqibatu lil muttaqin. Bütün yaxşı aqibet, muvaffaqiyat ve galibeler bu şerlerge ve uygaqlarga bolsun. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Salat ve selam, kollaş ve destekleşler hemmisi o Rabbimizin peygamberi ve bizden rehberimiz Muhammed Aleyhisselam ve onun yolundan kıyametkiçi mağan yoldaşlarga olsun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik Şarkı Türkistan'lık qarindaşlar. Bugünkü sohbetimiz Kehf suresi 28. ayetten buldu. Bismillahirrahmanirrahim. Vesbir nefseke ma'allezine yed'un rabbahum bilgadati vel aşiyyi yuridun vecehe. Ve la ta'du aynake anhum turidu zinetel hayatid dunya ve la tuti' men aghfalna qalbehu an zikrina vetteba'a havahu ve kana emruhu furuta. Rabbimiz bu ayette Muhammed Aleyhisselam'a, şundaqla her bir insanga, her bir haq yolcusuga, doğru yolda mağan Muhammed Aleyhisselam'ın yoluda mağan haq yolcusuga Allah birden hitap qilib shundaq deydi. Vesbir nefseke, nefsinge sabr qil. Nefsinge sabr qil degan, nefsinge egri kelsinmi? Nefsinge boysunmay, nefsingning dignini qilmay, nefsinge qarshi meydanda to'g'in. Ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati vel ashi. Rabbiga etdigandimi, axshamdimi dua qilib turadigan insonlar bilan birga bo'lishda nefsinge qarshi harakat qil deydi, sabr qil. Yuriduna vajha, chunki etdigandimi, axshamdimi Allohga duo qilib turadiganlar Allohning rizosini izlab shunday duo qiladi. Wala ta'du aynaka anhum. Sen bu insonlardan ko'zingni qochirib, u yoq bu yoqqa boshqa yerga do'st arimi. Mush atrofingdagi shu insonlar sana sening yo'lingda mashqa ve seni desteklashga shu yetib ashidi. Turidu hayati dunya. Başka insanlara qarashingda dünya hayotining manfaatini deb. Atrofimdagilar mandaq insonti, uzoqdagilar yoki yuqoridagilar manda yo'g'on insonti, avlo bilan do'st bo'lsam, birga bo'lsam, dunyo manfaat keladi deb, dunyoning manfaati uchun atrofingdagi haq do'stlarini satma, to'g'ri yo'ldagi insonlarni satma. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Sen qalbini bizning zikrimizdan g'aflatda qo'ygan birimiz kishilarga, bu insonlarga itoat qilma. Bazı insonlarning qalbini biz o'zimizning zikridan g'aflatga tashlab etamiz. Chunki u g'afil insonlar. Bizning oyatlarimizdan yuz o'rgan insonlarni o'sha g'aflatiga tashlab qo'yamiz insonlarga. Nadan insonlarga ergashma, itoat qilma. Vattaba'a havahu, o'zining havo yashgan, Allohning va Rasulining yo'lidan mangmay, o'zining nafsining keyniga kirgan insonlarga itoat qilma. Va kana amruhu furuta, ishi uyg'un bo'lmagan insonlarga itoat qilma. Uyg'un ish qilmaydigan, ya qilsa haddidan oshirib, haddidan oshirib etadigan, yoki bo'lmasa naq nuqtaga kelmay ojiz qoladigan. Tafrit ve ifrat deyildi. İfrat degan haddidan oshish, tafrit ishni joyida qilmaslik. Her türlükse felaket olurdu. Şu bunday insonlarni uzoqda deb Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam'a hitap qiladi ve shundaqla her bir haq do'stlarga hitap qiladi. Qarindoshlar, bu oyatning sababi nuzuliga qarab baqqan vaqtimizda
Peygamber aleyhisselam sahabeleri bilen Mekke'de devamlı etrafa insanlar ulaşkandan keyin o insanlarni ta'lim tarbiya bilan shug'ullanadi. Allohni tunishtirish, Allohning nimetlerini, qudratini, kamolatini tunishtirish, bu dunyoning qonuniyatlarini tunishtirish ishlari bilan sahobalarning engini yuksaltishga tirishadi. Chunki Peygamber aleyhisselam kecha kunduz umrini mush ishga sarf qildi. Ummatni, millatni uyg'otish uchun, ong saviyasini ko'tarish uchun Peygamber aleyhisselam davomli hafilashadigan ish shu. Etrafdaki insanlarını küçük demeydi, çoğun demeydi, kembağal demeydi, bay demeydi, ayal demeydi, ekşi demeydi, kul demeydi, hür adım demeydi. Kim bolsa Allah'ın bendisinden bulur iken Peygamber Aleyhisselam bu insanların enini yukarı götürür. Allah'ın tanıştırış, maharif seviyesini östürüş için devam hepleşet. Devamlık Mekke'nin Sanadi Kureyş diyen bir nimba taipi var. Başka etraftaki Mekke etraftaki müşriklerime okşaş. Her katın Peygamber Aleyhisselam bilen bir körüşemiz, onun gipimizde de yüzümüzden tesirimizde ötküzemizde kelse etrafı da futullay Resulullah'ın sahabeleri toğan. Toğandan ki bu adamın yüzünü çoğun bilip az sahabelerini köz kılmaydı. Çünkü o sahabeler birey yaş. İkinci alaylı kembağal insanlar. Yaş kembağal insanlar boğandıkken bularni bu sanadida Quraysh yaratmaydi. Yaratmay Peygamber Aleyhisselam shunday dedi. Ya Muhammed, her qatim kelgan vaqtimizda atrofingda shunday tuvan tabaqadagi insonlar bo'ladi ekan. Biz ular bilan bir sorunda o'ltirishni yaxshi ko'rmaymiz. Biz ularni o'zimizni o'xshash o'rinda qo'yishni yaxshi ko'rmaymiz. Chunki u tuvan tabaqadagi insonlar. Biz bu davlatning vujudning katavashlari. Biz bu sen bilan kurashga kelsak davomli mushuli bo'ladi ekan, sen ularni qo'g'lab yoki bo'lmasa qo'g'lab o'tmasangmi, biz kelganda qo'g'lab et, biz bilan paranglish bo'lib, yana o'ttasang bo'ladi degan taklif kelgan. Peygamber Aleyhisselam bunday bir ahvol beshiga kelib boqmag'achqa bilmay qanday qilsam bo'ladi, to'g'rilarmi, to'g'ri emasmi, bularga ayrim suhbat qilsam, mavluga ayrim suhbat qilsam deb o'ylangan vaqtda bu oyat nazil bo'lgan. Ya Muhammad, Vasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Allah rızasını deb senin qashingga qilib etdiganda va akşamda Rabbiga duo qilib atgan. To'g'ri yo'lda bo'lishni Allohdan tilab atgan. To'g'ri yo'lga erishtirgan, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan Allohga hamd sana aytib, Allohga duo qilib atgan haq do'stlarga ve haq dostları bilen ve hakiki davaçılar bilen, dava ehli bilen birlik turuşqa nispeten nefsinge sabr qil, nefsinge qarşı sabr qil. Çünkü senin nefsin o'ylayotidi ki çoğun adamlar bilen bilen ulu yo'g'on ve kuchli odam bo'lgandan keyin uli iymon etib qasdaqmi foydasi bo'ladi deb manda o'ylab ularga ko'ngling mayil bo'lib ketish ehtimolli quturyotidi, sen unda qilma. Chunki men yaningdagi insonlar etdiganda akşamda duo qilib turayotgan insonlar deb Allah ularning duo qilib turayotgan ekanligini sabab ko'rsatib turib, Allah rizosi uchun sen bilan birga turayotgan senga tarbiya beryapti. Endi etrofdagi bu kambag'al sahobalar, bu yosh sahobalarni Allah nima uchun bunday yaxshi ko'rdi? Evet dedi o qarindoshlar, biz yad'una rabbahum deb tarjima chiqib bo'g'icha Rabbiga duo qiladigan deb tarjima qilamiz. Bu duo qiladigan tarjima qilgan vaqtimizda kallamizga davomli shu duo qilib o'tiradigan, boshqa ish qilmaydigan degan mazmun keladi. Bu undaq emas. Duo degan qarindoshlar, duo, da'vat, da'va, iddao bunun hemmisi o'xshash ko'kdan keladi. Yad'una rabbahum. Qanday odam da'vo qiladi? Da'vosi va odam duo qiladi. Qalbida dardi va odam. Asli mandaq bo'lsa bo'ladi. Nima uchun biz zulmga uchraymiz? Nima uchun bu kunlarni biz yashaymiz? Bizning nima gunohimiz var? Biz normal bir inson, Allah inson qilib yaratgan bo'lsa, beshimizga bu kunga kelayotgan bo'lsa,
Nima uchun bizda adolat bo'lmaydi? Nima uchun başımızga zulm keladi? Shuning uchun bu asli manda bo'lish kerakdi deb kerakdi degan shu adolatni kallasiga qo'yib, shu adolatni da'vo qilib turib, haq yo'lda mangan insonlar da'vo insonlar hisoblanadi. Ömrünü, hayatını, aqidasini, niyetini shu da'vo yo'lida atab etgan insonlar. Mal mulkini. Xuddi nim bo'lsa, Allah'ını xo'sh qilamizmiki, Allah'ını razı qila olamizmiki degan maqsadda hayatını bu da'voga atab etgan insonlar Allah'a dua qiladi. Ey Allah, mening mındaq derdim bor, mındaq bir da'voyim bor. Bu haqda ojizlik qilyapmiz. Biz Muhammed Aleyhisselam'a ergeçtik. Kendi menvatimiz ama kuchimiz yetmayapti. Bizga yordam qil deb mandatdagi insonlar duo qiladi. Aslında deb nima chiqqanini bilmaydigan, og'zi kunab qolganlikdan davomliq bir narsani deydigan, ama amaliyati, niyati, irodasi og'zidan chiqqan ish bilan mos kelmagan insonlarning duosini duo degan olmaydi. Mesela Allah'dan mustaqillik talab qilamiz deymiz. Ey Allah bizga mustaqillik ver deb. Yaxshi bir dua. Ama qiliqimiz uyaga mos kelmasa, niyetimiz uyaga mos kelmasa, bu dua hisoblanmaydi. Bu faqatlam og'zidan chiqqan bir ovoz bu. Ey Allah mustaqillik ver degan bir ovoz. Bu ovozni shotutga yutib qo'ysa, shotutmi deyalaydi. Uning ma'nosini bilmasmi? Shotutmi deyalaydi. Nurgullarımız var. Kur'an'dan duanın yadalımız ma'nosini bilmaymiz. Peygamber Aleyhisselam'ın qilgan dualarını qilimiz ma'nosini bilmaymiz. Ko'nglimiz yaxshi bo'lgandan keyin Rasululloh qilib degan deb duo qilsak Allah ijobat qilsin. Yaxshi niyat bilan yaxshi tilakda bo'lamiz. Ammo og'zimiz kunab qolib bir narsani deb duo qilgandek bo'lib, ma'nosini bilmaydigan bo'lib qolsak, mustaqillik ber desakmi, xalqimni ozod qilib bersin desakmi, cennet ve cehennem cennetni bergin cehennemden azat qil deb duo qilgan taqdirdami qarindoshlar? Og'zimizdan chiqayotgan gap bilan qalbimizning aloqasi bo'lmasa, bu duo normalda duo hisoblanmaydi. Bunda duoni da'vosi yo'q odamlar qiladi. Qalbida dardi yo'q, g'ami yo'q insonlar shunda duo qiladi. Muhammed Aleyhisselam'ın yanındaki insonlar kimlardi? Bütün derdi, isyadı. Muhammed Aleyhisselam'ın derdi nim bo'lgan bo'lsa, bularning derdi shundaqdi. Muhammed Aleyhisselam'a o'xshash da'vo insonlar edi. Ko'rdik aynan. Hazreti Bilal'ning qanday qiyinchiliklar ostida islomda chang turganligini, Ammar radhiyallohu anhuni ko'rdik. Nurg'un yosh sahobalar, kambag'al sahobalar Payg'ambar Aleyhisselam'ning yo'lidan yanmay, Payg'ambar Aleyhisselam'ni qo'g'daymiz deb, İslamiyetni taqdimiz deb yo'q. Bu yerda shahid bo'lganligini ko'rdik. Bu sadiq insonlar bayada saxtpaz sanadiydi Quraysh kelib sana boshqa takliflarni bersa, sen da o'yinni taqib qiyib ketsang bo'lmaydi deb Payg'ambar alayhisalomga bu oyat nazil bo'ldi. Endi Payg'ambar alayhisalomga bu oyat nazil bo'libdi, shu ish munosabati bilan nazil bo'libdi. Endi bu oyatning bizga nimaga foydasi bor? Shu Payg'ambar alayhisalomning qishig'i kelgan shu Makka katavashlari şu tipdeki insanlar bizning qashimizga nima deb keladi? Hozirgi zamonda endi Muhammed Aleyhisselam bo'lmag'achqa şu Muhammed Aleyhisselamning yo'lida mangimiz deganlarning qashig'i nima deb keladi? Yoki Muhammed Aleyhisselamning yo'lida mangib qolish ehtimolligi bor insonlarning qashig'i nima deb keladi? Endi Sharqiy Turkistonning sanadidlari deyli, sanadidi Quraysh deganimizdek, sanadidi Sharqiy Turkiston. Sharqiy Turkistonning katavashlari kim? Xitoyga ishlaydigan g'olchilar, milliy munofiqlar. Bo'li kelib Payg'ambar alayhisolamning kelgandek Sharqiy Turkistonliklarning manfaatiga ishlaydigan ulamolarimizning yoniga, ziyolilarimizning yoniga, Sharqiy Turkiston xalqiga foydali bo'lish ehtimolligi bo'lgan yaramli insonlarning yoniga, nufuzli insonlarning yoniga, talantli, qobiliyatli insonlarning yoniga nima deb keladi? Biz chet elda yashayapmiz-ku, chet elda jam baqish tez. Oldi bilan keldigan yeri nima deydi u desa, assalomu alaykum taqsir, sizga unda damollamadam.
Manda diniy olim edem, yoki siz degan ziyoli edem, men shu universitetda o'rgan edem. Siz degan bizning ulug' edim emas. Shuning uchun sizni bizning tashkilotga taklif qilmaymiz. Mush tashkilotni turib bergan bo'lsalar, suhbat qilib bergan bo'lsalar, u bu deb yolvorib keldi. Endi biz Uyg'ur xalqi, mayli diniy olimimiz bo'lsin, mayli fanniy olimimiz bo'lsin, chet elda bu muhojirat hayotida, hijrat hayotida, chet elda xo'rlanib, izzat ko'rmay, ruhimiz izzatga, hurmatga echiqab ketgan millat o'g'achqa. İnsanın qo'sqasidan yegiz keladi-ku. Shunga o'xshagan xorlansa, izzatlangisi keladi. Normal ahvol bu. Pussisi suv ichkisi kelgandek xorlansa, izzatlangisi keladi insonning. Sharqiy Turkiston xalqi xorlangan, irqiy qirg'inchilik uchrayotgan, haqorat uchragan, haqir ko'rilgan bir millatga aylanib qolg'achqa, davlatimizdan ayrilgandan keyin hammamizning ko'nglimizda anda hurmatli, chiroyli gaplarni deb bersa, erib ketamiz. Hem haqida bir aqıtım ağzımızdan kelganda qilib birimiz qilgandan keyin, "Voy maşallah, unda so'zlaydi ekanlar, buni sildek bilimlik adam yo'q emasmi bizning qatorimizda. Sildek ziyolini ko'rib boqmabdi ekanmiz. Sizlar bizga bir oyda kelib bir suhbat qilib bersa bo'pti ekan" deb ma taklifni qiladi. Bunda hurmatning oldida erib ham yo'q degil olmaydi. Yo'q degil bo'lmagandan keyin unda hatto uzoq yerdinmi keladi. "Voy sizning aeroplan biletlarini vatib birimiz, har oy kelib qilib bersa, uni qilib bersa, buni qilib bersa" degan taklif keladi. Acayip yaxshi ixlosli odamlar ekan deb taklifni qabul qildigan gap. Qabul qilgandan keyin anandan keyin siparish keldigan gap. Taklif suhbat siparish keldi. Biz tashkilot, manda tashkilot mana bizga foydali bir ishorlik so'zlab degan gap. Undan keyin pul taklif qildigan gap. Maosh taklif qildigan gap. Ham biz chet elda yaşayotgandan keyin ya nurg'unlarimizning pasporti bo'lmaydi, nurg'unlarimizning iqtisodi vatanda qolgandan keyin iqtisodimiz bo'lmaydi, tunish bilishimiz bo'lmaydi. Hammada o'zining yurtida aziz bo'lgan bilan chet elga chiqqandan keyin ko'mgan kunni ko'rdi inson degan. Tashma tushga yerda izlaydigan gap bor-ku. Undaq gap bo'lgandan keyin xalqning bu takliflari, bu maosh takliflari, bu hurmatlari, nimaga ehtiyojimiz bo'lsa, zafiyatimiz nima bo'lgan bo'lsa, shu haqda bu taklif bergandan keyin insan aciz olgandan keyin ba'zi vaqt qiyib kendini ketib qoladigan ish chiqadi. Maash taklif qiladi, uy berish taklifini qiladi, mashina berish taklifini qiladi, andan keyin har kun televizorga chiqarib mashhur qilish takliflarini qiladi. Nima zafiyatimiz o'sha shu nuqtadan kelgandan keyin shaytonning yordamchilari nurg'unlarimiz ezib ketamiz. Mesela chet elda nurg'un diniy olimlarimiz var, cho'ng o'qigan olimlarimiz var. Bek cho'ng o'qigan ziyolilarimiz var. Nurg'un foydali insonlarimiz var. Nurg'un boy, mushu da'vo yo'limizga yordam qilaydiz, qo'ldan keladigan nurg'un boy insonlarimiz var. Qarab baqsaq, bularningki mutlaq ko'p soni mustaqilligimizni asliga keltirish harakatida asosan yo'q. Og'zaki bo'lgan bilan rasmiy harakat yo'q. Bunda bulab qilishning sababi nima degan vaqtda qarindoshlar, shu Makkaning mushriklari payg'ambar alayhisolamning kelib azdurishga tirishgandek, bizni azdurishga tirishib, u tashkilotni qurib bizga ma'noga tiqib qo'yayotgan. Yana birini qurib uni aniga kelib qo'yayotgan. Shunday qilib tashkilotlarni bo'lab, u olim uning adami, bu olim buning adami, bu ziyoli uning adami, u boy buning adami bo'lib, hammaga bo'lib futbollarimizni chimlab Xitoyning g'alchilari, istixborot shabakasi, istixborot shaykalari chet eldagi Uyg'urlarimizning kerakli insonlarini qimirlaymas qilib etdilar. Mushunda qilib etgan vaqtda hamda biz bu oyatni, Muhammad alayhisolamga xitob qilgan mush oyatni, mush biz qimirlayolmay bulab qolgan mush Xitoyningki shabakasining to'g'riga chiqib qolib, shu to'rdan chiqolmay qijilanayotgan insonlar o'zimizga qartib o'qib boqayli. Allah shunday deydi: "Vasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum." Ey inson, ey ziyoli, ey diniy olim, sen ettigini va axshimi Allah rizosini deb da'vo yo'lida Allohga duo qilayotgan, Allohga yalvirayotgan, ey Allohim, Sharqiy Turkistonga mustaqillik bergin, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga bizga yordam qilgin deb
duo qilayotgan, masalan, mustaqilchilar deydi hozir. Mustaqilchilar bilan birga turish nuqtasida nafsingga sabr qil. Nefsin unumaydi. Ey bunda bulan birga bo'lsang, mana ashni arilib qolsa, mashhur olanmaysa, televizorga chiqamaydi, u olmaydi, bu olmaydi deb nefsin sen qarshi turdi. Qarshi turgan taqdirda nefsinga qarshi sen harakatga o'tab, shu haq do'stlari bilan, shu da'vo odamlari bilan birga bo'l. Xitoyga va Xitoyninki g'alchilarga qarshi nefsin u tarafni tasimi, sen ma haq tarafda turg'in deb bizga xitob qiladi. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dünya zinetini o'ylab sen ko'zingni ma atrofingdagi haq do'stlardan boshqa yerga qaydoma. O'zingning atrofingda, o'zingning ichida haq yo'lda menayotgan, to'g'ri yo'lda menayotgan, Allah rizosini deb, vatanning mustaqilligini asliga keltiramiz deb, mustaqillik yo'lida menayotgan nurg'un azimatlar bor. Sen yashayotgan davlatda, sen yashayotgan rayonda. Sen shular bilan bir bo'l, shular bilan birlasha, shular bilan bir-birini qo'llash. Ma Xitoyning sanadidlarga, Xitoyning g'alchillarga ko'nglini bami ko'zingni taraf qarama. Sen ash atrofingdagi mujohidlar, atrofingdagi vatanparvarlar, mustaqilchilar aralashishingga yetib ashidi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Biz zikrimizdan qalbini g'aflatga tashlab etgan insonlar bor, aranglarda. Yani Sharqiy Turkistonlarning ichida bizning zikrimizdan qalbini biz g'aflatga tashlab etgan insonlar bor. Bu tipdagi insonlarga itoat qilma deydi. Bu g'afil insonlar nima deydi? Voy qarindishim, siz degandek yo'q odam. Endi sizningki juttabek jiq tuqqanlar va jamoatlik odamlar, har yuzlik odamlar sizlar. Islamiyada u mustaqil deb aqmagan ishning keyin kirib olgan bilan, o tuqqanlarni undaq qilyotdi, bundaq qilyotdi. Chataq chiqdi. Islamiyada millatimga ish qilaman deb millat avadik tuqqanlarning beshiga ish ochiladi. Sizning vazifalar shu tuqqanlarni qutqazsizmi, shu vatanni qutqazganga o'xshash bo'ladi deb, ma g'afillar, ma ta'ti tarafdan chiqib kallangni ozdirdi. Bunga itoat qilma deydi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Qalbini g'aflatga tashlab etgan insonlarga itoat qilma. İnsanning qalbini Allah nima uchun g'aflatga tashlab etadi? Man aghfalna, biz g'aflat etdik deyapti Allah. Ba'zi insonlarning qalbini biz g'aflatga patirib qo'ydik. Qalbini olib g'aflatning ichiga patirib qo'ydik. Nima uchun Allah shunday qiladi? Chunki u qalbning ichida bir iroda bor. U iroda xato yo'lni tanlag'achqa Allah jazo sifatida u insonlarni g'aflatga patirib etadi. Meni tushib ketganlarni axlatga tashlab etamiz-ku. Shunga o'xshagan qalbidagi bir gavhar bor. Iroda deydigan Allah qo'yib qo'ygan bir omonat bor edi. Allohning bu iroda degan omonatini mehnat tarafga qo'llangan chaqda, Xitoyning manfaatiga qo'llangan chaqda, Xitoy istixborotining manfaatiga qo'llangan chaqda, Allah u insonlarni, ey inson, seni men inson deb yaratdim, aql berdim. Mushu nuqtada irodani to'g'ri qo'llanmagandan keyin Allah senga jazo deb qalbini g'aflatga patirib o'tdi. Bu insonlar shunda g'aflatga tushib ketadi-ki, o'zining Xitoyga ishlaganligidan yoki Xitoy tarafdori bo'lib qolganligini his qilmaydi, his qilsa tep tatmaydigan bo'lib ketadi. Urdim to'ymas deydi-ku, urdim to'ymas. Xitoyga ishlayotganligi oshkorlanib qolsa-mu, hatto his qilsa-mu, mening o'ylam xato ekanjimi, shunday ketganda, qanday ular deydigan ishli kelgan taqdirdami, bu teshni bo'lmaydi, hamda yashash ta'sir bo'lgandan keyin biz bu yerda yashayotgandan keyin o'g'an kim bo'lgan kim nurg'un sabab tepib to'g'ri yo'lga qaytmaydi. Qaytmagandan keyin bu nima uchun bo'ladi? Shu Allohning bu insonni yaratmay, menga sesiq, menga mehnat deb g'aflatga patirib etganligidan bo'ladi. Mehnat ulab ketgan tamoqni axlatga atqanimizdek, mehnat ulab ketgan irodani Allah g'aflatga cho'mdirib o'tadi. Bunda g'afil insonga itoat qilma deydi.
Vettaba'a havahu. Yana öz havayı hevesiga ergişken insanga itaat qilma. Havayı heves degan arzusi. Havayı heves deymiz go. Havayı heves degimiz havayı havas. İnsanın beş his tuyg'usulidir. İnsan şu 5 his tuyg'udan kuchini egallab, uni qalbiga to'plab, aqli orqali analiz qilib, ankin irodasini qo'llanib, ya xatoni tanlaydi, ya to'g'rini tanlaydi. Shuning bilan mag'aflatdagi insonlar nimaga ergishadi? O'zining havosiga ergishadi. Arzuyi nim bo'lsa, nafsi nimani xohlasa, shuning keyindan mang'adigan bo'lib qoladi. Ya'ni aqli turib, vijdoni turib, Alloh bergan uni nafsiga qul bo'lib, nafsining keyindan mang'aydi. Nafsini deb Xitoyga satilaverdi. Nafsini deb Xitoy jasuslarga ishlaverdi. Xitoy milliy munofiqlar bilan Xitoyga ishlaydi aloqada bo'laverdi. Bir maydonda turib yurdi, ko'zi chimildimaydi. Yo'g'on bilimlik inson deyilayotgan bilan har ziyoli, har bilimlik olim unda bo'lgan bilan Xitoy bilan bijmagan, Xitoy bilan birga yashaymiz deydigan maxluqlar bilan, manqurtlar bilan, indigenuslar bilan bir yerda turishdan nomus qilmaydigan xalqqa keladi. Vettaba'a degan shu. Bunda odamlik itoat qilma. Bu yo'l emas deydi. Va kana amruhu furuta. Bunda insonning ishi furut degan joyiga tekkizolmaydigan bir qilib qo'yadi. Davomli bir ish qiladi, ishi bo'sh ya'ni. Furutni nim qilish uchun garga to'pab bir atimiz igizga chiqdi, tushmaydi. Yoki bir atimiz pes ketdi, uningga tushmaydi. Furut degan ne xalqi joyiga tekkizolmaydigan. Ya mubolag' qilib yuqori atadigan, to'ni yuqoridan atadigan, yoki bo'lmasa ish qilsimi asharilik bilan ish qiladigan, yoki bo'lmasa ko'talik bilan ishni joyiga yetkazolmaydigan furut, ifrat va tafrit. Ya haddini oshirib yetadi, ya nishonga yetkazolmaydi. Bu tipdagi insonlar qandoq assin, qandoq yashashdan qat'iy nazar g'oyasiga yetolmaydi, hadafga ulaşolmaydi. Chunki bular ishi quruq, bo'sh insonlar. Shuning uchun ben sen bu tipdagi insonlarga ergashmaslikdimi, nafsingga qarshi sabr qilsan. Allah do'stlari bilan, da'vo insonlar bilan bir yo'lda, bir maydonda mengishdimi, nafsingga qarshi sabr qilsan. Chunki nafs sana dushman, nafsingga qarshi sabr qilsan. Shuning uchun zulmga qarshi harakatga o'tsan, zulmga qarshi harakatga o'tganlar bilan birga bo'lasan. Chunki zulmga qarshi sabr qilish yo'q, qarindoshlar. Bizning dinimizda zulmga qarshi sabr qiling, zulmga qarshi sabr qiling deydigan ya bir oyat, ya bir hadis yo'q. Sabrni qanday qilamiz? Zulmga qarshi harakatlanamiz. Zulmga qarshi adolat maydoniga o'timiz. O'tgan vaqtimizda dushmanning qo'li bilan beshimizga musibat keladi. Shu musibatni deb sabr qilamiz. Nima uchun sabr qilamiz? Chunki bizning g'oyamiz yuksak. Allohni rozi qilish. Allohni rozi qilish oxirgi g'oya bo'lgandikan. Ma dunyolikdagi eng cho'ng g'oyamiz vatanning mustaqilligini asliga keltirish bo'lgandikan, g'oyamiz cho'ng bo'lgandikan, beshimizga kelayotgan musibatlar g'oyamizga nisbatan kichik ishlar bu. $1000 qazanash uchun $10 xejlab qo'ysak nima bo'lmaydi-ku? $10 xejlayotdim deb yig'lashning hojati yo'q. Chunki natijada $1000 keladi. Shuningga o'xshagan bu dunyoda kelayotgan zulmga qarshi kurashda, adolat yo'lidagi kurashda beshimizga kelgan musibatlarning hammasi sabr qilishga arziydi. Va demoqchi bo'lgan nuqta qarindoshlar, ba'zi qarindoshlar kelimani xato qo'llanamdiki, zulmga sabr qilish deb so'zlaydi ekan. Bizning dinimizda zulmga sabr. Bir sekundmi yo'q. Zulmga derhal qarshi turish bor. Qarshi turgandan keyin, zulm qarshi maydonga o'tgandan keyin, adolatga o'tgandan keyin, adolat maydoniga u haqda kelgan dushman tarafdan kelgan musibatlar bo'lib qolsa, u musibatga sabr qilib shu yo'limizda ching turamiz, adolat maydonida ching turamiz, kurash maydonida ching turamiz, shaytonga qarshi turish, nafsimizga qarshi turish, Xitoy tajovuzchilariga qarshi turish maydonida ching turamiz. Bu ching turganlikning ismi sabr. Nafsimizga qarshi sabr mana shunday bo'ladi.
Qarindoshlar, vaqt yana bir joyga berib ketibdi. Bugun mishada to'xtaylik. Alloh hammamizni nafsiga qarshi sabr qilganlardan, to'g'ri yo'lda bo'lganlardan, to'g'ri yo'lda mang'anlardan, o'zini Alloh rizosiga atganlardan, atagan davo insonlardan qilib etsin. Biz yashagan muddatcha islomiyatdan ayirmasin. O'ladigan vaqtimizda tövbe ve imandan ayırmışsın. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.